obunachilik va'da qilingan naboringiz qani? Mana yig'yapman sekin-sekin. Bu oldingiz bilan bir xil bo'lib qopti-ku, aka. Nima qilishim kerak? Mana buni ham qo'shib yuboring, aka. Bo'lsa, obunachilarga bo'lsa, yengillik qilamiz. Assalomu alaykum Zo'rdo'kon obunachilari. Bugun sizlarga va'da qilingan naborni obzor qilib beramiz. Bu naborimizga yig'ganmiz, to'rt qilishni o'rganmoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun kerak bo'ladigan mahsulotlar. Bu mahsulotlarga kiradi. Mana bunaqa shpatil qo'yganmiz, chetni qirrali, to'rtlarni atrofiga iz berish uchun ishlatasizlar. Bitta silikon nabor qo'yganmiz, ichida silikon lopatasi bo'ladi, bitta silikon shotkasi bo'ladi. Sifati juda yaxshi. Mnogoraziy pergament qog'oz qo'yganmiz. Buni biskvitlar tagiga olib ketmasligi uchun, listlar yomon bo'lib ketmasligi uchun ishlatasizlar. Bitta arra pichoq qo'yganmiz, biskvitlarni kesish uchun ishlatasizlar. Ikkita to'rt qolib qo'yganmiz, bittasi bento uchun, bittasi katta to'rtlik uchun. Xo'p, kurtilka qo'yganmiz. Kurtilkaning sifatini bilasizlar. Zo'rdo'kondan olib ketganlar bo'lsa, bu juda sifat yaxshi. Xo'p, asosiysiga keladigan bo'lsak, mana bunaqa silikon kovrik qo'yganmiz. Razmerlari 50 ga 70 razmer, sifati juda ham zo'r. Unaqa oddiy narsa qo'ymaganmiz. Ishlatganlar biladi buni. Xo'p, bu naborimizni atiga 99 ming so'm qilib qo'ymoqchimiz. Zo'rdo'kon mijozlari uchun kelinglar, bunaqa imkoniyatlar faqat Zo'rdo'konda bo'ladi.